telba dunyoning telba ishidan besabab g'am chekish odat bo'lmoqda. Usti bu tani sog'lom kishidan avvalin so'rsangiz yig'lab bermoqda. Kattalar quvnoqu kichiklarda g'am, majbur qilsangiz ham chindan kulmaydi. Ba'zida juda ham qiladi alam, nechun g'am chekkanin ular bilmaydi. Bu holni ta'riflash bo'lmoqda qiyin, ko'pga ayon bo'lgan zamon zaylimi. Donolar so'zini qildikmi o'yin, bu g'amlar barisi shu tufaylimi? Kecha quvnoq yurgan nana bu bola, ne uchun bunchalar parishon bugun? O'tirar ko'zida to'lgancha jo'la, ne sabab bilmaydi qalbdagi tugun. Rumi aytgan edi keladi zamon, kichiklar gamlarga botib ketadi. Sababin bilishmas shunisi yomon, sababsiz qalblari qotib ketadi. Ali ham yozdida qalbda borini, u ham shu sababsiz gamga cho'milgan. Hech kimga aytmasdan ko'ngil zorini, dardlarga qo'shilib she'rga ko'milgan.